Ular meni to'yim haqida gaplashayotgan edilar. Otam aytdilarki, Alma bir kuni turmushga chiqqanda shu chiroyli cherkovda yo'lakdan yuradi. Keyin onam o'girilib dedilarki, bu niyatingiz amalga oshmaydi. Chunki qizingiz islomni qabul qilgan. Men meksikalik oilada tarbiya topganman. Maktabda o'qib yurganimda ommaviy ibodatlarga qatnashishga majbur edik. Ibodat paytida hamma hoj ishorasini qilish kerak edi, lekin bir kuni meni yonimda o'tirgan qiz bunday qilmaganini sezib qoldim. Nimaga u bunday qilmadi? Shu savol men va uni o'rtasidagi suhbatni boshladi va u menga musulmon ekanligini tushuntirdi. Tunda uxlayotganimda birdan yuragimga qandaydir g'ulg'ula tushdi. U qutiga solingan edi va bu qutilar yerto'laga qo'yilgan. Menda shunday kuchli xohish paydo bo'ldi. Borib, uni aniq topishim kerakligini his qila boshladim. Men Qur'onni topib yuqoriga olib chiqdim. Ehtimol bu men uchun boshlanish edi. O'zim anglamagan holda bu dinni tobora sevib qolayotgan edim. Bir do'stim bilan masjidga borishni kelishib oldim. Siz mendan erkaklar nigohlarini tiya olishi uchun o'ranishni so'rayapsizmi? O'zlari ko'zlarini boshqarishni o'rgansinlar. Assalomu alaykum Alma Kampoz xonim. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun katta rahmat. Suhbatni Alma Kampoz kim degan savoldan boshlamoqchiman. Hayotingiz haqida qisqacha gapirib bera olasizmi? Va alaykum assalom. Meni ismim Alma Kampoz. Kelib chiqishim Meksika amerikalik. Islomni keyinchalik qabul qilganman. Chikagoda tug'ilib, shu shaharda katta bo'lganman. Butun hayotim shu yerda o'tgan desa ham bo'ladi. Emigrant oilaning farzandiman. Oilada eng kattasiman va bitta qizman va islomni qabul qilganman. Balki aniq tushuntirib bera olmasman. 25 yil bo'pti mana o'ylab qarasam islomga kirganimga. Hozirda islomiy maktabni qabul bo'limi direktoriman. Shuningdek, Chikagodagi lotin musulmonlari uchun ochilgan Ujala fondining ham muassisiman. Bu tashkilot haqiqiy ishtiyoqimga aylanib ulgurdi. E'tiqod borasida hayotingiz qanday kechgan? Nimalarga ishongansiz? Men meksikalik oilada tarbiya topganman. Odatda agar siz meksikalik oilada tug'ilsangiz, katolik sifatida tarbiyalanasiz. Katoliklik meksikaliklar madaniyatiga uzviy bog'langan. Men ham shu madaniyat ta'sirida tarbiyalanganman, lekin diniy jihatdan qaraydigan bo'lsak, uyda katoliklikka hech ham amal qilmaganmiz. Eslasam, ba'zi narsalar yodimga tushib ketadi. Kichkinaligimda 4 yoki 5 yoshimda, adashmasam, anig'ini eslay olmayman rosti. Oyimni qayta-qayta aytadigan gaplari bor edi. Xudo seni ko'rib turibdi. Xudo seni ko'rib turibdi. Uyda bir surat bo'lardi. Iso alayhissalomning gologrammasi edi. Shundan juda qo'rqardim. Chunki yurganimda shu rasm meni kuzatib turgandek tuyulardi. Shu sababdan juda qo'rqardim. Lekin biz katolik sifatida voyaga yetganmiz va men eslay oladigan narsam shuki, Xudo borligiga ishonish va Iso alayhissalom kimligini hech qachon to'liq anglay olmaslik. Shunchaki unga ishonishga majbur edik. U dinning bir bo'lagi edi, lekin men bunda hech qanaqa mantiq ko'rmasdim. Ulg'ayib cherkovga qatnay boshladim. Rostini aytsam, katoliklikka unchalik e'tibor bilan kirishib o'qimaganman, bilasizmi? Toki musulmon bo'lmagunimcha. Islomga kirganimda, yo'q, ungacha. Islomni endi o'rganishni boshlaganimda ko'p narsalar menda savol tug'dira boshladi. Ko'proq katoliklik bizga nimani o'rgatganiga e'tibor qarata boshladim. Men bu e'tiqod tizimida ich-ichimdan rad etayotgan nimadir bor edi. Lekin nima? Shularga javob topish uchun yana ham ko'proq o'rganishga kirishdim. Islom haqida qachon ilk bor eshitgansiz? U haqida biror salbiy fikrlar bo'lganmi? Yo'q, u paytda hali o'smir edim. Maktabning yuqori sinfida o'qirdim. Ota-onam meni faqat qizlar o'qiydigan katolik maktabiga qo'yishgandi. Bundan oldingi men borgan jamoat maktabi unchalik ham yaxshi emas edi. Shu sababdan ular meni faqat qizlar qatnaydigan katolik maktabiga berishdi. Maktabda o'qib yurganimizda ommaviy ibodatlarga qatnashishga majbur edik. Ibodat paytida qilinish kerak bo'lgan ishlardan biri hoj ishorasini qilish edi. Bir kuni ibodat paytida yonimda o'tirgan qiz bu ishorani qilmadi. Nimaga u bu ishorani qilmadi deb o'yladim. Bilmadim qanday bu fikrga kelib qoldim, lekin o'sha daqiqada anglaganim shu bo'ldiki, hoj ishorasini qilish doim qandaydir yomonlikka olib kelardi. Aniq bilmayman nimagaligini, lekin shunaqa his qilardim o'zimni. Menda yaxshi his qoldirmasdi bu ishora. Kichik yoki ahamiyatsizlik ko'rinishi mumkin, lekin men uchun bu fikr juda ham muhim edi. Bu to'g'ri emas. Men bunday qilmasligim kerak. Men uchun bu shunday edi. Nimaga bunaqa fikrga kelganimni tushunmayman. Lekin ibodat paytida o'sha qiz hoj ishorasini qilmaganida o'zimni qanday his qilganimni eslayman.
Ey Xudoyim, bu juda g'alati. Nimaga u bu ishorani qilmayapti? Bu qiz nimaga ishonadi o'zi? Va shu narsa men va uning orasida suhbat boshlanishiga sabab bo'ldi va u menga musulmon ekanligini tushuntirdi. Hozir biz 20 yillar oldingi voqealar haqida gaplashyapmiz, to'g'rimi? U qiz hijob kiymagandi, diniy amallarni ham bajarmasdi. Uni bizdan boshqachaligini ko'rsatib turadigan hech qanday belgi yo'q edi. Lekin bu suhbat meni ko'zimni ochdi. Boshqa dinlar ham borligi haqida o'ylashga majbur qildi. Shu qiz maktab davridagi eng yaqin do'stimga aylandi. U bilan din haqida juda chuqur suhbatlar qurardik. U menga o'zi ishonadigan tushunchalarni o'rgata boshladi. Bilasizmi, u menga Xudoning yakkaligi haqida aytib berdi. Iso alayhissalomni islomdagi o'rnini tushuntirib berdi. U bilan yana qiyomat haqida gaplashardik. Shu mavzu meni butun umr qiziqtirib kelgan. Biz yana dunyoning yaralishi, har xil payg'ambarlar tarixi haqida gaplashardik. Chunki uning har bir payg'ambar haqida gapirishi juda sof va aniq edi. Juda ham chiroyli voqealarni gapirib berardi. Va bu eng qiziq mavzulardan biri edi. Chunki uning har bir payg'ambar haqida gapirishi juda sof va aniq edi. Juda ham chiroyli voqealarni gapirib berardi. Eshitganingizda aytardingizki, shu odam menga o'rnak bo'ladigan darajada ekan. Va ich-ichimdan anglay boshladimki, men kichkinaligimdan ishonib kelgan narsalar u menga aytib berayotgan hikoyalarga mos kelardi. Bu hikoyalar aynan Injilda keltirilganidek emasmidi? Injilni to'liq o'qib chiqmaganim rost, lekin bilasizmi, o'smirlikda zid bo'lgan ishlarni qilishni xohlaysiz. Ziddiyatga sabab bo'ladigan istalgan narsa yoki sizda savol tug'dirishi mumkin bo'lgan har qanday tushuncha miyangizda uzoq vaqt aylanadi shu davrda. Payg'ambarlar haqidagi ba'zi hikoyalarni va ularni hikoya qilinish yo'lini eslasam, ularni menda qoldirgan taassuroti. Voy, lekin bu payg'ambarlar haqida bo'lsa, bu hikoyalar juda chuqur ma'noga ega edi. Bunaqa darajada hikoya qilinishi uchun ham shu hikoyalar rostmi, yolg'onmi? Agar rost bo'lsa, nima uchun aynan ular tanlangan edilar? Ularning maqsadi bizni to'g'ri yo'lga boshlash bo'lsa, nimaga bu yerga yuborilgan edilar? Ular bizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy xabar nimada edi? Shunga o'xshash juda ko'p savollar meni qiynardi. Lekin men uchun eng muhim savol bu Xudo edi. Xudo tushunchasi. Boshqa hamma detallar muhim bo'lsa-da, xudochalik ahamiyatga ega emas edi. Islomdagi Xudo tushunchasini birinchi marta eshitganingizda o'zingizni qanday his qilgansiz? Birinchi bor bu tushuncha haqida menga aytishganida men doim ishonib yurgan, ich-ichimdan his qilib yurgan fikrlarni o'rni borligini eshitib, bir qudratni his qilganman. Bilasizmi, yoshligimdan beri ishonib keladigan tushunchalarim bu bo'lsa, bizni yashash tarzimiz bunaqa bo'lgan va bu ikkisi mutanosib emasdi, bir-biriga to'g'ri kelmasdi. Katolik bo'lishga majbur etilsam-da, meni tushunchalarim unga mos kelmasdi. Anglaganim shu bo'ldiki, hali men o'qib o'rganishim kerak bo'lgan narsalar ko'p ekan. Chunki bu din menda mavjud bo'lgan yagona variant emasdi. Men shunchaki jamiyatni bir qismi bo'lishga intilardim. Chunki men tug'ilgan oila shu jamiyatni a'zosi edi. O'zingiz bilganingizdek, meni kelib chiqishim borib taqaladigan jamiyatni dini, madaniyati shu edi. Xo'p, unda islomga majoziy ma'noda safaringiz qanday bo'lgan? Buni hech ham safar deb o'ylamaganman. O'z hayotimni tinchgina yashaganman barcha kabi. Yosh bola bo'lganman va suhbatlar meni asta-asta ko'proq o'qishga undagan. O'z savollarimga javob topishni xohlardim, izlanardim. Bu safar men uchun uzoq davom etgan. Men unaqa odamlardan bo'lmaganman. Mashalloh, eshitgan zahoti shahodat aytib ketadiganlardan demoqchiman. Aslida bu juda ajoyib. Men uchun bu jarayon savolga tutish, izlanish va o'zim uchun tasdiqlashdan iborat bo'lgan. Nima to'g'ri, noto'g'riligini bilishdan iborat bo'lgan. Injilda nima deyilgan? Unda nimalar hikoya qilinadi? Qayerda uzilish bor o'zi? Keyin Injilda nima mantiq kasb eta boshlagan? Chunki men Qur'onda o'sha mantiqni topganman va shu kitob meni savollarimga javob bera olgan. Doim nima bo'lishidan qat'iy nazar islomga qaytardim va uni o'rganishda davom etardim. Kichkinaligimdan shunaqa bo'lgan. Shunday qilib hayot bizni har xil yo'nalishlarga olib ketar ekan. Yana o'ylardimki, men meksikalikman. Shunday chiroyli oilada tug'ilganman. Bu bizni o'zligimiz, bu esa sizlarning e'tiqodingiz. Demak, bizni madaniyatimiz yaxshi, chiroyli, uni hurmat qilishim, ishonishim kerak. Islom sizlar uchun yaratilgan, lekin bizni e'tiqodimiz boshqa. Bilasizmi, miyam shu dinni men uchun ham yaralganini doim rad qilgan. Bilmadim nimaga, bu variant men uchun doim mavjud emasdek edi. Ko'p yillar shunday xayollar og'ushida yashadim. Universitetga kirganimda hali hanuz yosh qizdek his qilardim o'zimni. Shu paytda yana islom haqida fikrlar kela boshladi. Men islomni, musulmonlarni himoya qila boshladim. Odamlar bu din haqida salbiy fikr bildirsalar, aytardimki, bir daqiqaga to'xta. Birorta musulmon bilan suhbatlashganmisan o'zi? Hech bo'lmasa Qur'onni o'qiganmisan? U haqida nimanidir bilasanmi? Lekin hanuz bu din men uchun ekanligiga ishonmasdim ochig'i. Unda nima sizni islomni haq din ekanligini tan olishga, shahodat keltirishga majburlagan? Nima sababdan bu qarorga kelgansiz? Meni birdaniga shu haqiqat yo'li ekan deyishga undagan qanaqadir voqea bo'lmagan. Bunga bir daqiqada kelib qolmaganman. Bu men uchun uzoq safardek bo'lgan. Asta-sekin rivojlanish, o'sish, o'qib o'rganish pallalari edi hayotimda.
Chunki yuqorida aytganimdek barchasi o'smirlik davrimda, 20 yoshni endi qarshilagan paytimda sodir bo'lgan. Bu vaqtda har bir inson rivojlanishga harakat qiladi, kimligini to'liq tushunmoqchi bo'ladi. Shunday davrda men o'zim uchun islomni kashf etayotgan edim va o'zim bilmagan holda asta-sekin bu dinni sevib qolayotgandim. Hatto tushunib yetmaganman o'sha paytda. Shunchaki bu dinni o'rganayotgandim va bir lahzada anglab yetdimki, bu din qalbimdan joy olib borayotgandi. Nimadir voqea turtki bo'lib, mana shu haqiqat ekan demaganman. Hammasi islomni qanchalik yaxshi ko'rib qolganimni sezganimda sodir bo'lgan. Meni islomga kirib kelishim shunday bo'lgan. Musulmon bo'lishga qaror qilganingizdan so'ng nimalar sodir bo'ldi? Shuncha yillik o'qib o'rganishlardan so'ng shu dinni qabul qilganman, ammo doim islomni o'rganayotganimni sir saqlardim. Diniy amallarni bajarmaydigan juda ko'p musulmon do'stlarim bor edi va hammasida bor bir jihatni hurmat qilardim. Amal qilishmasa-da, ular dinlarida nima haq, nima nohaqligini aniq-tiniq aytib berisha olardi. O'zlari qilayotgan xatolarni oqlashga harakat qilishmasdi. Men bu odatlarini juda hurmat qilardim. Hatto o'zlariga qarshi ishlasada o'z e'tiqodlarida qattiq turishardi. Men mana shuni hurmat qilardim. Meni juda qoyil qoldiradigan jihat edi bu. O'zim yolg'iz qolganda juda ko'p o'qirdim. Qur'onni o'qirdim, nimaiki qo'limga tushsa o'qirdim va buni hech kimga sezdirmasdim. Bu yo'l men uchun juda shaxsiy edi. Yo'lni oxiri islomga eltishini hech ham xayolimga keltira olmasdim. Shunchaki qiziqishdan boshlangan yo'l edi bu men uchun o'sha paytda. Bir kuni tunda uxlayotganimda yuragimga bir g'ulg'ula tushdi. Qur'onimni qayerga qo'yganimni eslolmadim. Umuman bunaqa bezovtalik his qilmagandim. Bu juda g'alati edi. Qur'onni qayerga qo'yganimni eslashga urindim. Yarmi ingliz, yarmi arab tilida yozilgan kitob edi. Lekin men uchun u muqaddas kitob edi. Anglaganim shu bo'ldiki, bu muqaddas kitob. So'ng esladimki, u qutilardan biriga solingan va bu qutilar yerto'lada turardi. Birdan kuchli xohishni his qildim. Borib kitobni topishim kerak. U yerto'lada yotishi mumkin emas. Bu behurmatlik. Nimaga bunaqa bo'ldi bilmayman. Yarim tunda yerto'laga tushdim. Qutilarni birin-ketin tita boshladim. Qur'onni topib yuqoriga olib chiqdim. Keyin o'yladimki, ehtimol bu din haqida yanada ko'proq ma'lumot olishim kerakdir. Biror mashg'ulotga yozilsammikin, islomni yanada yaqindan tushunish uchun. Keyin bir do'stim bilan masjidga birga borishni kelishib oldim. Shanba yoki yakshanba tongi edi. Biz masjidga borishimiz kerak bo'lgan kun, subhanalloh. Hayotimda tub burilish yasalgan kun mana shu edi. Masjidga qadam bosganimizda ko'rdikki, bir erkak turgandi. Kimligini bilmadim, lekin shu odamni haqqiga juda ko'p duo qilaman. Menimcha vafot etganlar hozir. Shu kishidan so'radik. Mashg'ulotlarga qatnashmoqchiman. Islom haqida nimanidir o'rganmoqchimisiz? Shunday qilib suhbatlashib ketdik u inson bilan. Mendan islom haqida nimani bilishimni so'radilar. Men shu paytgacha o'rgangan narsalarimni gapira ketdim. Bir necha yil davomida roza ham tutib kelardim. O'zim bilganimcha albatta mukammal bo'lmasa-da harakat qilardim. Cho'chqa go'shti yeyishni allaqachon tashlagandim. Alkogoli bor har narsadan voz kechgandim. Shu o'rgangan kichik odatlarni asta-sekin hayotimda yo'lga qo'ya boshlagandim. Chunki ular menga to'g'ridek ko'rinardi. Shu narsalar mantiqqa to'g'ri kelardi va shu sababdan men amal qilardim. Keyin u kishi mendan islomni asoslari haqida so'ray ketdilar. So'radilarki, yagona Allohga ishonasizmi? Iso alayhissalomning payg'ambarligiga ishonasizmi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ishonasizmi? Men hammasiga ha deb javob berdim. Shunda u kishi nega meni shu paytgacha shahodat keltirmaganimni so'radilar. Bu meni birinchi marta kimdandir bu savolni eshitishim edi. Nimaga bu ishni oldinroq qilmaganimni o'zim ham bilmasdim. Shunda u kishi aytgan gaplari meni xotiramda bir umrga muhrlanib qoldi. Bu gaplarni hozirgacha odamlarga aytib kelaman. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Bu xonani tark etganimizda nima bo'lishimizni bilmaymiz. Agar ishonsang, aynan islomdagi fikrlarga qo'shilaman yoki bu musulmonlarning e'tiqodini bir qismi deb hisoblashing shart emas. Agar asoslarga ishonsang, shahodat keltirmaslik, yaratuvchingni rad etish, shunday emasmi? Men tushunib yetdim. Bunga ishonaman. Meni qalbimga singan e'tiqod bu. Meni bu boradagi ishonchim komil va shahodat keltirmaslik men yaratuvchimni, Xudoyimni rad etaman deyish bilan bir xil. Bu men uchun juda katta ahamiyatga ega edi. Buni qilolmasam kerak deb o'ylardim. Shu lahzada angladimki, bu ishni qilish meni taqdirimga yozilgan edi. Barchasi men va meni Xudoyim, meni yaratuvchim, Allohim, men va u o'rtasida imzolanayotgan ushbu shartnoma haqida edi. Bu kelishuv men guvoh keltirayotgan narsa Alloh uchun edi. Bu meni unga nisbatan bildirgan ishonchim edi. Men senga ishonaman va sen meni bu sayohatimda yo'naltirib turding. Meni shu qarorga kelishimga sababchi bo'lding. Menda boshqa tanlov yo'q edi. Men shahodat keltirdim, ammo bu lahzani naqadar go'zal bo'lganini keyinchalik tushundim.
tushunib yetdim. Shu ondan boshlab meni musulmon olamiga sayohatim boshlangandi. Shahodat keltirganingizda qalbingizdan nimalar kechgan? Hislaringizni biz bilan bo'lisha olasizmi? Ey Xudoyim, bilasizmi nima? O'sha daqiqalarda buni uncha tushunmaganman. Chunki bu olamga endi kirib kelayotgandim. Lekin shahodat keltirish men uchun eng muhim qadamlardan edi. Yosh edim, hali oddiy talaba edim. Hayotimni qanday davom ettirish borasida turli xil g'oyalarim bor edi. Nimani o'qishim kerak, qaysi sohadan ketishim kerak, nima qilishni istayman o'zi, qachon turmushga chiqishni istayman. Hali beri turmush qurish niyatim yo'q edi rosti. Farzandli bo'lish yo'q, bu ham yaqin orada emas. Lekin to'satdan musulmon bo'lib qolish ham xayolimda yo'q edi. Kelajak hayotimni belgilab beradigan eng muhim qarorlarni qabul qilish arafasida edim. Kelajagimni, maqsadlarimni aniqlab olishim kerak bo'lgan yoshda edim. Juda boshim qotgandi. Nima qilishim kerakligini, ertangi hayotim nima bo'lishini bilmasdim. Miyamda ming xil xayollar, o'ylar yurardi. Shahodat keltirganim zahoti, subhanalloh, faqat Alloh bunga qodir. Hayotimda hamma narsa bir tartibga keldi. Barchasi ma'no kasb eta boshlagandi. Oilangiz bunga qanday munosabat bildirdi? Shahodat keltirganimni hammadan yashirganman boshida. Agar bilib qolishsa ham qarshiligim bo'lmagan. Bilib qolishsa ham mayli edi, lekin boshlang'ich davrlarda chiqib barchaga musulmon ekanligimni e'lon qilmaganman. Oilamga ham umuman aytmaganman. Buni sabablaridan biri, o'ylashimcha ko'pchiligimizga ayniqsa yolg'iz o'zingiz qolganda haqiqatni aytishga kuch topish qiyin. Bu jiddiy suhbatga kirishishdan oldin o'zingizni anglab olishingiz, dinni juda yaxshi tushunishingiz kerak. Va shaxsan men hech qanday bahslarga tayyor emasdim. Odamlarni o'z fikrini bildirib, e'tiqodimni xatoligini aytishlarini istamasdim. Nimaga bunday qilganimni so'rashlarini, qayg'urishdan kelib chiqadigan mana shunday savollarni eshitishni xohlamasdim. Ehtimol ular meni yaxshi ko'rganlaridan buni so'rashar. Men uchun qayg'urganlaridan. Ular albatta xavotir olishadi, chunki bu bizga mutlaqo begona din edi. Lekin men nima qilayotganimni bilardim. Yuqorida aytganimdek, bu men va Alloh o'rtasidagi narsa edi. Boshqalarni bunga aralashishini istamasdim. O'yladimki, oxir oqibat yaratuvchim qarshisida shu qilgan narsalarim va bundan keyingi amallarim bilan men turaman. Boshqa hech kim bunda ishtirok etmaydi. Shunday qilib hech kimga gapirmadim. Balki odamlarga aytishga salgina qo'rqqandirman. Lekin meni oilam bu haqida xabar topgani, balki ularning yodidan ko'tarilgandir, lekin meni esimda turibdi. Hammamiz kechki ovqat ustida yig'ildik. Ular meni to'yim haqida gaplashishayotgandi va men uyda bitta qizman. Otam uchun men hali ham uni jaji qizalog'idek edim. Ular meni to'yim haqida gaplashishayotgandi. Shunda dadam aytdilarki, Alma bir kuni turmushga chiqqanda shu chiroyli cherkovda, shu yo'lakdan yuradi. Dadamni to'yim uchun qilgan orzulari ko'p edi. Men jimgina ovqatimni yeb o'tirgandim. Hech kimga xalaqit bermay suhbatga umuman aralashmadim. Oyim birdaniga bu niyatingiz amalga oshmaydi dedilar. Tabiiyki dadam buni tushunmadilar. Nega amalga oshmaydi? Oyim javob berdi. Chunki qizingiz endi muslima. Keyin tezda ovqatimni tugatishga kirishdim. Demak, oyim meni namoz o'qiyotganimni ko'rib qolganlar. Menimcha, meni ibodatda ko'rib qolganlar. Shunda oyim islomni qabul qilganimni bilib qolganlar. Ular uzoq vaqt bu meni hayotimda bir o'tib ketadigan davr deb o'yladilar. Yoshligimdanmi, hali tajribasizligimdanmi bunga uncha e'tibor berishmadi. Men o'zi nimagadir qiziqib kirishib ketsam, uni hammadan himoya qilaman. Bu din ham shunday narsalardan biri edi. Shuning uchun dinimni oxirgacha himoya qildim. Uni endi topganimda yo'qotishdan qo'rqardim. Lekin oilam tanlovlarimni doim hurmat qilishgan. Meni tushunishmagan bo'lsa-da, ular meni oilam. Ko'pincha kimdir shahodat keltirsa, so'raydigan narsamiz shunday bo'ladi. Oilangizni bunga munosabati qanday? Ular buni qanday qabul qilishdi? Uyingizda ahvol qanday? Subhanalloh, shuncha yil bo'pti islomga kirganimga. Ortga nazar tashlar ekanman. Sezamanki so'ralishi kerak bo'lgan boshqa savollar bor. Siz oilangizga qanday munosabatdasiz? Ularni hayotiga islomni qanday olib kiryapsiz? Islom haqida ularga nimalarni tushuntiryapsiz? Chunki ular sizni yaxshi ko'rishadi, balki ularga batamom boshqa yo'ldan ketayotgandek ko'rinarsiz. Shu narsani endi tushunyapman. Chunki u paytlarda hali o'rnak bo'ladigan darajada emasdim. Asta-asta yaxshi tomonga o'zgaryapman. Otangizni munosabati qanday bo'lgan? Bilasizmi, ular indashmaganlar. Ular buni o'tib ketadigan bir davr deb hisoblashgan. Ular yaxshi munosabatda edilar. Islom hayotimda nimalarni o'zgartirishi mumkinligini ko'rmoqchi edilar. Musulmon bo'lgach, menda nimalar o'zgarishi mumkinligini, masalan,
Ular meni ijobiy tarafga o'zgarayotganimni sezishdi. Shu sababdan buni qabul qilishdi. Keyin biznesimni tashlab O'rta Sharqqa borib o'qishga qaror qildim. Qanday bu qarorga kelganimni bilmayman. Qanday qilib ota-onamga bu yukni tashlolganman. Farzandlarimni bunday qilishini tasavvur ham qila olmayman. Qanday jasoratim yetganiga hali hanuz hayratlanaman. Lekin o'sha lahzada nimadir qilishim kerakligini bilganman. Moliyaviy jihatdan buni qila olardim. Men yuritadigan biznesda hamkorim ipoteka brokeri edi. Ribo haromligini, bu biznesni tark etishim kerakligini bilardim. Biznesimni sotsam, sayohat qilishimga, yangi hayot boshlashimga yetarli pul topardim. Chunki bu yerdagi hayotimdan ketishni xohlardim. O'zimni yangidan kashf etishni, o'zimga munosib tarzda dinimni o'rganishni istardim. Ko'chmoqchiligim haqida aytganimda, ular buni qabul qilishlari qiyin kechgan. Eng qiyini shu edi ularga. Tabiiyki mendan xavotir olishayotgandi. O'zga yurtdagi odamlarni tanimasdim, hatto tilini bilmasdim. Biz hech qachon sayohat qilmaganmiz. FaceTime kabi ilovalar yo'q edi o'shanda. Xat yozish mumkin edi xolos. O'shanda ham bitta xat 2 hafta deganda yetib kelardi. Qo'ng'iroq qilish uchun esa kichkina kartochka ishlatilardi. Avvalgi paytlarni eslasam, islom haqida har qanday kitobni o'qisam, hijob haqida gapirilsa, o'sha sahifani o'qimay o'tkazib yuborardim. Bilishni ham istamasdim. Hijob o'rashni xohlamasdim rosti. Men katta bo'lgan muhitga umuman begona edi hijob. Uyimdagi hech kim hech qachon o'ranmagan. Hijob hamma xohishlarimdan yiroqdek tuyulardi menga. Bir qancha vaqt shunday davom etdi. Yopiqroq kiyinishga harakat qilardim. Uzun yengli, uzunroq narsalar kiyardim. Bu ancha osonroq edi. Shahodat keltirgach, birinchi qilgan ishim kiyim javonimni titib, ko'p kiyimlarimni yo'qotish bo'lgan. Buni qilishimga sabab ich-ichimdan bir ojizlik his qilganman. Bu meni qilishim shart bo'lgan ishligini bilganman. Bu kiyimlarga endi ijozat yo'q edi. Garderobimni almashtirishga harakat qilganman, lekin boshimga nimadir o'rash juda qiyin edi. Nimagadir bu tushuncha men uchun juda qiyindek edi. Islom haqida ko'proq o'rganar ekanman. Nimaga hijobni ich-ichimdan rad etayotganimni tushunishga harakat qildim. Nimaga u haqida hatto o'rganishni istamayotganimni anglashga urindim. Bu haqida eshitishni ham istamasdim. Misollarni eshitishni xohlamasdim. Nimaga mendagi rad etish shunchalar kuchli edi? Shunda muammo mendaligini tushundim. Bu dindagi qandaydir muammo emasdi. Islomdagi xatolik yoki adolatsizlik emasdi bu. Lekin o'sha paytda menga bu qanaqadir zulmdek tuyulardi. Bu adolatdan emas. Siz erkaklar o'z nigohlarini tiyishlari uchun meni o'ranishimni so'rayapsizmi? Ular ko'zlarini boshqarishni o'rgansinlar. Shunaqa fikrda edim, bilasizmi? Boshqa birov uchun bu ishni qilishni mendan so'rayapsizmi? Bu adolatsizlik-ku. Nimaga musulmon erkaklar o'zlarini musulmon ekanligini ko'rsatib turadigan nimadir kiymaydilar? Hech qanaqa ajralib turadigan tashqi belgilari yo'q. Musulmon ekanliklarini bir qarashda bilib bo'lmaydi. Lekin men hijob o'rashim kerak. Shunday o'ylaganman o'sha paytda. Vaqt o'tib, o'ranishni va o'zim yolg'iz qolganda bu masala haqida ko'proq o'qishni boshladim. Chunki kimningdir bosimi ostida o'ranishni istamasdim. Aniq nomini eslolmayman, lekin bitta ma'ruzani eshitganim yodimda. Shu ma'ruzadan anglaganmanki, men hijobni biror odam uchun emas, Alloh mendan so'ragani uchun o'rashim kerak. Shu paytgacha o'rganganlarim, amal qilganlarim ortida mantiq bor ekan, yaxshilikka bo'lgan ekan. Nega bunisini qilmasligim kerak? Yo'q, buni qilishim shart. Va shunday qarorga keldimki, Iordaniyaga borgan kunim, shu jamiyatdan ajralib, yangi hayotga qadam qo'yadigan kunim, men hijob o'rashni boshlaydigan kun bo'ladi. Xuddi shunday qildim ham. Biroz vaqt bunga ko'nikolmadim albatta. Go'yoki birovni kiyimini kiyib olgandek edim. O'zimdek emasdi. Boshqa hijob o'raydigan millatlarga, madaniyatlarga qaradim. Ich-ichimdan men arabmasman-ku yoki pokistonlik ham emasman degan fikrlar o'tardi. Xullas, men uchun bu juda uzoq safardek bo'lgan. Hijob o'rashni faqat Alloh roziligi uchun boshlaganman. Faqat Alloh uchun. Bunda qandaydir xayr borligiga ishonganman. O'ranishni boshlagachgina uni ahamiyatini haqiqatda his qilganman. O'shanda tushunganman. Men odamlar bilan olib boradigan suhbatlarga, ularni menga munosabatiga hijobni qanday ta'siri borligini, meni himoya qilishini, boshqa hech narsa bunchalik ta'sirga ega bo'lmagan. Ro'molingiz tufayli qandaydir qiyinchiliklarga uchraganmisiz? O'rangan ayol sifatida ayta olamanki, bunaqasi bo'lgan.
Bu juda kulgili, bilasizmi? Musulmon erkaklarda ularni dinini yaqqol ko'rsatib turadigan hech narsa yo'q. Shuning uchun ular hech qanday muammolarsiz yashay olishadi. Shaxsan menda shunaqa holatlar bo'lgan. Aynan meni ro'molim tufayli menga boshqacha munosabatda bo'lishganini sezganman. Lekin alhamdulillah juda katta muammolar kelib chiqmagan. Meksikada bir marta oilam bilan sayr qilib yurganimizda bir voqea bo'lgan. Yonimda ota-onam, turmush o'rtog'im, farzandlarim bor edi. Mexiko shahrida barcha turistlar kabi shunchaki sayr qilib yurgandik. Bitta binoni oldiga keldik. Oyimga Mexikoni islom tarixida tutgan o'rni haqida gapirib berayotgandim. Musulmonlar avval bu yerga kelishgan. Musulmonlar shu binolarni qurishda ishtirok etishgan. Shularni muhokama qilayotgandik. Men rad etilgan o'tmishni hikoya qilib berayotgandim. Bir binoni oldiga kelib qoldik. U hukumatga qarashli bino edi. Men esa hijobdaman. Bir erkak menga aytdiki, siz bu binoga kira olmaysiz. Buning uchun boshingizdagini yechishingiz kerak. Albatta men aytdimki, unday qila olmayman. Bu meni e'tiqodim. Qanaqa qilib yechaman? U javob berdiki, uzr kirita olmayman. Ro'molingizni yechishingiz kerak. Hech qanaqa bosh kiyim, ro'mol, shlyapa mumkin emas. Men o'sha zahoti javob berdim. Maryamga ishonasizmi? U aytdiki, ha. Men dedimki, Maryamni eslay olasizmi? Men uningdek kiyinib olganman-ku, nega kirishga ruxsat bermaysiz? U javob berdi, xo'p, tezroq kiring. Islomni qabul qilgan ayol sifatida bu din ayollarni qadrsizlaydi deb o'ylaysizmi? Islomni qabul qilgan ayol sifatida bu din ayollarni yerga uradimi? Yo'q. Umuman unday emas. Tushunaman, kimlargadir shunaqa tuyulishi mumkin. Lekin siz bu dinni o'rganishni boshlar ekansiz, dinda ayollar qanchalik ulug'lanishini ko'rasiz. Men shaxsan o'zim bundan hayratga tushganman. Hatto payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning davrlariga nazar tashlasak, o'sha paytda ham ayollarga hurmat juda baland bo'lgan. Albatta bu hurmat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlaridan boshlangan. Endilikda sodir bo'layotgan voqealar ta'sirida menimcha, islomni shu g'azo voqealari sharofatidan yanada yaqindan ko'ryapmiz. Turli qiyinchiliklarga uchragan erkaklarni bu holatda o'zlarini qanday tutishlarini kuzatyapmiz. Oilalarni, ahli ayollarini, farzandlarini, jamiyatni qanday himoya qilayotganlarini kuzatyapmiz. Yana ulardagi mehr-oqibatni ham. Islomga kirishimdan oldin menda ham shunday noto'g'ri g'oya bo'lgan. Islom ayollarga bosim o'tkazadi deb o'ylaganman. Islomni o'rganib chiqqach, bu hayot tarzida yashab kelayotgan odam sifatida bunday emasligini tasdiqlay olaman. Ba'zilar o'ylaydiki, musulmon bo'lsangiz arabga aylanasiz, urf-odatlaringizni almashtirasiz, lekin bunday emas. Aytingchi xonim, bir paytning o'zida ham musulmon bo'lib, ham madaniyatingizni saqlab qolishni iloji bormi? Masalan, meksikalik musulmon bo'lishni iloji bormi? Ha, albatta. Menimcha, odamlarda uchraydigan eng katta tushunmovchiliklardan biri shuki, islomni qabul qilganda siz arabga aylanasiz yoki sizga begona boshqa madaniyatni qabul qilasiz deb hisoblashadi. Haqiqatni aytsam, islomni endi qabul qilganimda, ya'ni 20 yillar oldin islomni endi qabul qilgan yoki lotin musulmonlarni uchratmaganman. Shu sababdan juda qiynalganman. Hozir hammasi boshqacha. Ijtimoiy tarmoqlar, har xil dasturlar, guruhlar va islomga bo'lgan e'tibor o'zgardi. Vaqtlar o'tgani sari biz endilikda arab, pokistonlik yoki rus bo'lish shartmasligini tushunib yetdik. Shuni angladikki, kimligingiz, kelib chiqishingizdan qat'iy nazar musulmon bo'la olasiz. Bu din butun insoniyatga tushirilgan. U sizni ham o'z ichiga oladi. Shaxsan men uchun bu safar o'sha vaqtlar qiyin kechgan. O'zimni yagona islomni endi qabul qilgan odamdek his qilganman. Boshqa hech kim dinni o'zgartirmagandek edi. O'sha paytda meni sayohatimni, savollarimni, qiyinchiliklarimni tushuna oladigan bir inson qidirardim. Bilasizmi nima? Shuncha yillar bunaqa insonni topa olmadim. O'ylaymanki, mendek ancha yillar oldin islomni qabul qilgan insonlar ham ehtimol shuni boshidan kechirgan. Shuning uchun hozirda ko'plab qo'llab-quvvatlash markazlarini va guruhlarni ko'rishimiz mumkin. O'jala fondini ham biz islomga kirib kelganimizda bizga juda kerak bo'lgan narsani birovga berish uchun ham tashkil qilganmiz. Endilikda menimcha alhamdulillah odamlar tushunib yetishdiki, islom bu biz va Alloh o'rtasidagi bog'lanish, boshqa narsalar esa ahamiyatsiz.